Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, O'zbekiston tarixi telekanalining aziz muxlislari. Assalomu alaykum. Tarix maydoni tok-shousining biz uchun qadrli va aziz tomoshabinlari. Ma'lumki, tabiat hodisalari sababli ko'plab insonlarning hayoti, turmush tarzi o'zgargan. Qanchadan qancha tarixiy shaharlar vayron bo'lgan yoki yo'qlik qa'riga singib ketgan. Ana shunday tabiiy ofatlardan biri zilzila hisoblanadi. Bugun tarix maydonida zilzila tarixi va uni ilmiy jihatdan o'rganish qanchalik muhim degan mavzuda suhbatlashamiz. Studiyamizga esa seysmolog va muhandis olimlarimizni taklif etganmiz. Birinchi bo'lib 1901-yilda Toshkentda hozirgi astronomiya instituti hududida seysmik stansiya qo'yilgan. Katta binolarni podshohlar qurgan, hatto boylar ham qurolmagan. 1207-yilda Ko'hna urgan zilzilasi bo'lgan, o'sha Xorazm hududlarida. Agar dunyoviy miqyosda qarasak, bu juda ham kuchli zilzila emas. Odamlarni temir yo'lda vagonlarga joylashtirib saqlashganda, Uning talofatlarini ko'radigan bo'lsak, juda katta talofatga olib kelgan. Qachon men obidalarga Samarqandga boraman, qayerda bo'lsa ham shunisiga e'tibor qilaman, g'ishlar yupqa. 84-yilda ham zilzila bo'lgan. 8 yildan keyin. Bu oldingi zilziladan kuchli bo'lgan. Ustozlar, kelinglar dastlab zilzilalarni tarixini o'rganish qanchalik muhim shu haqda gapirasak. Umuman olganda ilm fanga bu nima beradi? Marhamat ustoz. Yer shariga tabiiy ofatlardan bittasi bo'lgan bu zilzilalar. Demak, zilzilalar yer sharida har doim bo'lib turgan, bo'ladi bundan keyin ham, lekin zilzilalarning bo'ladigan joylari bor. Ya'ni nima seysmik kamarlar deyiladi. Bu narsa masalan Tinch okeanini qit'alarga tutashgan joylari, masalan Amerikani g'arbiy qirg'oqlari, janubiy shimoliy Amerikani, demak bu yoqda uzoq sharq, Yaponiya, Filippin orollari bo'ladi, hammasi bular seysmik kamarga joylashgan joylar. Keyin xuddi shunaqangi seysmik kamar Atlantik okeanini o'rtasida bor. Suvni tiyida shunaqa kamar bor, ana shularda zilzila bo'ladi. Endi bu okeanda qit'a chetkasida joylar. Endi qit'alarda ham bo'lgan o'zining seysmik kamarlari bor. Masalan, Afrikadan boshlanib, Turkiyadan, Eron orqali Kaspiyga kirib, undan bizaga kelib, undan uzoq sharqqa ketadi. Bu ham seysmik kamar hisoblanadi. Demak, bular tarixda bo'lgan juda kuchli zilzila, asosiy kuchli zilzila mana shu kamarlar atrofida joylashgan. Endi Markaziy Osiyo, O'zbekiston shuni qatorida shu kamarlar qat'asiga kiradi, sirasiga kiradi. Bizda ham, lekin O'zbekistonning hamma joyi ham seysmik faol joy emas. Masalan, Farg'ona vodiysini olsak, buni Farg'ona vodiysini shimoliy qismi, masalan, shimoliy qismi, keyin janubiy qismlari. Bu joylarda juda kuchli va uzoq masofaga ega bo'lgan yer siniqlari bor. Ana zilzilalar asosan shu yer siniqlar atrofiga joylashadi-da. O'zbekiston Toshkentni oladigan bo'lsak, masalan, Toshkentda o'sha siniqlardan Qarjantov yer yorig'i bor. Bu o'sha tarixdan olingan ma'lumotlar hammasi eng yaqin mana shu oxirgi 100 yildan ham oladigan bo'lsak, asosiy kuchli zilzila shu Qarjantov yer yorig'i atrofida bo'lgan. Unga misol keltirib 1946-yilda Chotqol zilzilasi, Buruchmulla zilzilasi, 59-yildagi. Keyin Toshkent zilzilasi mana. Keyin 77-yilda Tovoqsoy zilzilasi. Nazarbay zilzilasi 80-yilda bo'lganlar. 72-yilda Abay bozorida 71-yilda bo'lgan. Mana shular hammasini agar kartaga tushiradigan bo'lsa, bitta surat yotibdi. Ya'ni o'sha Qarjantov yer yog'ida yotibdi. Endi bularni bizani O'zbekiston hududida zilzilalarni qayd qilish 1901-yilda boshlangan. Birinchi bo'lib 1901-yilda Toshkentda hozirgi astronomiya instituti hududida seysmik stansiya qo'yilgan. 1928-yilda Samarqandda, 29-yilda Andijonda qo'yilgan seysmik stansiyalar. Shunaqa qilib stansiyalar sekin-sekin Farg'onada, Namanganda qo'yila boshlanganda, bular hammasi shu zilzilalarni o'rganishga bag'ishlangan bu ishlar. Chunki tarixdan ma'lum zilzilalar juda katta talofat keltirgan. Bu butun yer shari bo'yicha. Uni hozir bir yilda hisoblasangiz anchaga nima yetib boradi.
Shuning uchun bu narsani o'rganish zarur. Zarur. Uni qayerda bo'ladi, qancha bo'ladi, qanaqa kuchda bo'ladi, ularga biron bir o'rganish mumkinmi uni? Uni alomatlari bormi, darakchilari bormi? Shularni o'rganish bular hammasi o'sha zilzilani oldindan aytib berishga, shunga qarab turib qurilish ishlarini olib borishga yo'naltirilgan bo'ladi-da. Lekin shuni o'sha oldingi zilzilalarni o'rganib turib, ularni qaytarilish dori bormi, kuchi qanaqa bo'ladi, shularni hammasini o'rganib, kelajakda shular yana qaytarilish mumkinmi shu joylar degan narsalarni o'rganish uchun tarix bizga juda ahamiyatga ega bo'ladi. Rahmat. Marhamat, to'ldirishlar bo'lsa, Ilhom aka. Tarixda juda ko'p kuchli zilzilalar bo'lib o'tgan. Aynan masalan dunyoni oladigan bo'lsak, dunyoda hozir e'tirof etilgan eng kuchli zilzilalardan bittasi bu Shansi zilzilasi deb tan olingan. Bu 1556-yilda Xitoyda bo'lib o'tgan zilzila. Shu zilzila natijasida shu aholi soni 800 dan 820 mingga yaqin deb har xil adabiyotlarda keladi, qurbonlar sonini keltiriladi. Va bu kuchli zilzila natijasida tabiatdagi yer yuzidagi relyefni o'zgarishi ham kuzatilgan. Ya'ni o'sha paytlar hududlarda bir necha kilometrlarga cho'zilgan, eniga o'nlab metrga ega bo'lgan yer yoriqlari hosil bo'lgan. Va shu bilan birgalikda nafaqat zilzilaning birlamchi va ikkilamchi omillari ham bor. Shunchalik qurbonlarning sabab bo'lishiga o'rganilgan olimlarni bir xulosalariga qarab aytadigan bo'lsak, demak o'sha paytdagi aholi ko'pchiligi o'sha hududda bo'lgan yo'simon, ya'ni tuproqlarda o'zlariga uy-joylar qilib, haligi g'ovak g'orlar sifatida ham ko'p uylarda o'zlariga joylar qilib yashagan bo'lganligi uchun shu zilzila natijasida shu katta o'pirilishlar bo'lganligi, ko'chkilar natijasida va har xil suv toshqinlari, ikkilamchi, uchlamchi oqibat natijasida demak shunchalik katta talafot bo'lgan. Bu endi eng kuchli zilzilalardan bittasi deyiladi. Yana kuchli zilzilalardan endi tarixga qaraydigan bo'lsak, uzoq bo'lmagan mana zilzilalardan bittasi 1976-yilda bo'lgan Tianshan zilzilasi. Bu ham Xitoydagi zilzila. Bu ham o'zi 140 mingga yaqin, demak har xil adabiyotlarda keladi. Undan ham ko'p misollarni keltirishadi. Kuchli zilzilalarni, demak talofatlarini ko'rsatadi. Endi dunyoda juda ham ko'p kuchli zilzilalar bor. Chunki mana aytib o'tilgandek 3 ta yirik yer yuzasidagi seysmik faol belbog'lar, kamarlar bo'lganligi uchun demak kuchli zilzilalar ham shu hududlarda mujassamlanadi. Endi tarixda oladigan bo'lsak, yana bunaqa kuchli zilzilalar Hindistonda bo'lgan, Kalkuttada 1737-yilda. Bu ham juda ko'p qurbonlarni olib kelgan. Kanto zilzilasini aytishimiz mumkin. Bu hozir Yaponiyaning poytaxti Tokio, Kanto demak shahrida 1924-yilda kuchli zilzila bo'lgan. Shu zilzila natijasida Yaponiyaning poytaxti o'sha paytdagi shahar butunlay yo'q bo'lgan, yakson bo'lgan. Bunga sabab aytilganimizdek kuchli zilzila va undan keyin ikkinchi oqibati, ya'ni zilzila natijasida har xil ikkilamchi, ya'ni yong'inlar sodir bo'lishi mumkin. Demak, o'sha paytdagi Kanto shahri asosan yog'ochdan qurilgan imoratlardan bo'lganligi sabab shu yong'in chiqqandan keyin butun shahar bir ikki binodan ikkinchi binoga o'tib butun shahar yonib kul bo'lgan. Bunaqa misollarni juda ko'p keltirishimiz mumkin. Rahmat ustoz. Hurmatli ustozlar, kelinglar shu o'rinda bir tabiiy savol tug'iladi. Zilzila o'zi nima sababdan paydo bo'ladi? Nima uchun sodir bo'ladi? Shu haqida bir to'xtalib o'tib ketaylik, marhamat. Juda ham yaxshi savol berdingiz. Zilzilalar mana ustozlarimiz aytib o'tdilar. O'sha seysmik kamarlarda asosan sodir bo'ladi. Qolaversa biz agar butun yer shari haqida gapiradigan bo'lsak, demak tektonik plitalar deymiz. Qachonki mayda masshtablarga o'tadigan bo'lsak, bloklar deb ataladi. Bloklarga ajraladi. Umuman sal ilmiy tilda tushuntirib o'taman. Mana demak yer shari bir qancha qatamlardan iborat. O'sha demak mantiyada bo'ladigan jarayonlar asosida, demak o'sha og'ir minerallarni pastga va
yengil minerallarning yuqoriga harakatlanishi buni termal konveksiya deb ataladi. Mana shu jarayonda demak o'sha mana shu jarayon yer plitalarini harakatga keltiradi. Yer plitalarini harakatga keltiradi. Xususan O'zbekiston Respublikasining seysmikligini seysmik faolligiga asosan sabab bo'ladigan bu Yevrosiyo va Hind Avstraliya plitalari o'rtasidagi munosabat hisoblanadi. Mana shu ikkita katta tektonik plitalar demak mana shu hududlarda zilzila bo'lishiga sababchi bo'ladi. Endi o'sha plitalarni harakatlanishi natijasida zilzilalar sodir bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi hududida umuman mana shu zilzila sodir bo'lishi va uni o'choqlari asosan 10 kilometrdan demak 25 kilometr oralig'ida joylashgan zilzilalar sodir bo'ladi. Ikkita plitalarni harakatlanishi natijasida o'sha demak zilzila sodir bo'ladigan o'choqda kuchlanganlik deformatsion holat bo'ladi. Katta energiya yig'iladi. O'sha yig'ilgan katta potensial energiya quvvat zilzila sodir bo'lganda kinetik energiya shaklida atrofga yig'iladi. Bu o'sha yer nima deydi, uprogi demak qayishqoq to'lqinlar sifatida tarqaladi. Ya'ni o'sha ikkita asosiy to'lqin demak bo'ylama va ko'ndalang to'lqinlar sifatida tarqaladi o'choqdan va bu zilzilani sodir bo'lishiga sababchi bo'ladi. Rahmat. katta rahmat Isfandiyor. Shu o'rinda bir tabiiy savol tug'iladida. Mana Turkiston zamini seysmik xavfli hudud hisoblangan. Qanchadan qancha zilzila sodir bo'lgan bu tarixiy jarayonlarda, ammo ota bobolarimiz qurgan qadimiy tarixiy obidalar, mana Registon, Ichanqal'a, Oqsaroyga o'xshash binolar mana shunday tabiiy ofatlardan ham omon qolib asrlar osha bizgacha yetib kelayotganini o'zi sirli bir hodisa. Bugun ko'rsatuvimizda muhandis olimlar ham ishtirok etmoqda. Muhammad aka, sizga navbatdagi savol bilan yuzlanaman. Aynan ota bobolarimiz qurgan mana shu qadimiy shaharlar, obidalarni ma'lum qismlari bugungacha yetib kelishiga sabab nimada? Bobolarimiz qanaqa qurilish an'analariga rioya qilgan? Ya'ni shu mustahkam bir binolarni qurishi o'ziga xos tarix desak ham bo'ladi. Marhamat. Bizda ota bobolarimiz ham hozirgacha rivojlanib kelgan ilm fanga ega bo'lgan ular ham. Mana masalan, mana hamkasbimiz aytib o'tdilar, energiya deb. Energiyani saqlanish qonuni bundan bir necha yuz yil oldin kashf qilingan. U hozir emas. Mana shu hozirgacha har qanday jismlarda deformatsiyasini, tebranishini o'rganish uchun asos bo'lib kelyapti. Bu men nima desak bo'ladi? Demak, ota bobolarimiz, ajdodlarimiz bizdan kam bo'lmagan darajada ilm fanga ega bo'lgan, taassurotga ega bo'lgan, salohiyatga ega bo'lgan. Endi aynan qurilishga kelsak, 4000 yil oldin turgan tuproq hozir ham turibdi. Mexanika fan nuqtai nazaridan bu material. Endi biz qurgan imoratdagi material tuproq ichida toshlar, shunga o'xshagan narsalardan-da boshqa qayerdan kelibdi deysiz. Bir shakldan ikkinchi shaklga o'tgan. Albatta. Shuni shunday yo'li borki, shunday o'tkazish mumkinki, tuproq saqlanganda u ham saqlansin. Albatta endi tuproqda aytaylik abadiy turmas, lekin kamida 3-4 asr tursin. Yoki mana ota bobolarimiz qurgan binolarda 6-7 asr tursin. Farqi nimada? Qarang. Birinchidan ota bobolarimiz qurgan binolar simmetriyaga ega. Simmetriyaga, qurilishni o'ziga ko'rsatadi. Dumaloq. Dumaloq. Hozirgidek uzun cho'zinchoq bino qurmagan ular. Dumaloq shaklda qurgan. Bu bitta yaxshi tomoni. Ikkinchidan, haligi aytgandek, materialga ishlov berishni bilgan. Endi bu gapda hech qayerda bir men eski bir ustadan eshitganman shu. Agar shu loyga o'zimizda loy qilayotgan paytda guruchni suvini qo'shsa, elastik xossasi oshadi deb eshitganman. Undan tashqari birinchidan joyini tanlagan. Joyini juda yaxshi tanlagan. Ota bobolarimiz ham tanlashni bilgan. Hozirgi qurilayotgan materiallar, hozirgi texnologiya o'ziga xos, tarixdagi o'ziga xos bo'lgan. Mana podsholar mana qarasangiz aytadi, falon madrasani yoki falon 15 yilda qurdi deydi. Yillar davomida. 15 yil qishda qurishni sharoit ko'tarmaydi, aholi o'sib kelyapti. Buni katta binolarda podsholar qurgan, hatto boylar ham qura olmagan. Podsholar qaysi yurtda bir zo'r ustani bilsa, o'shani olib kelib qurdirgan. O'shani qurdirgan. Endi joy tanlashni qanday tanlagan? Qarang. Mexanika nuqtai nazar, fan nuqtai nazaridan qaraganda seysmik to'lqin kelayotgan paytda yo'lida uchragan narsaga ta'sir qilib keladi. Endi shu binoga kamroq ta'sir qilish uchun birinchidan nima bo'lishi kerak? Nima bo'lishi kerak? Birinchidan binoni agar tepalikka qursangiz, to'g'ri mashina o'tib ketadi, burilishga kirganda kamroq kiradi u yoqqa. Tushunyapsizmi? Demak tepalikka qursa seysmik to'lqin ta'siri ancha kamayadi.
Bu bittasi. Ikkinchidan, tepalikka suv kam chiqadi. Ha. Mana Ulug'bek madrasasiga borib ko'ring, tepalikka qurilgan. Ulug'bek observatoriyasiga boring, kamida 30 metr kavlangan. Nega suv chiqmayapti yerdan? Ha. Hozir masalan ba'zi joylarda 8 metrda suv chiqarib ichyapti odamlar. Nimaga? O'sha tepalikka qurgan, yer osti suv uzoq bo'lgan joyga tanlab qurgan. Mana ko'ryapsizmi? Ne'matilla aka, mana ustozni fikrlarini eshitdik. Judayam bu savol qiziqarli va bahsli. Aynan mana shu tarixiy obidalarimizni siri nimada edi? Qurilish an'analari haqida bir siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirsangiz. Albatta zilzila bo'ladigan hududda yashar ekanmiz, yo shunga tayyor bo'lishimiz kerak va bunday o'sha aytib o'tganlaridek zilzilani o'zi insonlarga ziyon yetkazmaydi, lekin uni oqibatlari ziyon yetkazishi mumkin. Shu narsani inobatga olib, ota-bobolarimiz ham albatta binolar qurishda shunga e'tibor qaratishganki, bino buzilmasligi. Bino buzilmasligiga asosiy sabab nima? Birinchi o'rinda binoni o'sha simmetrikligini saqlashgan va shunga asosan bino buralishga ishlamagan. Zilzila to'lqinlari ta'sir etganda bino asosan buralishga ishlamagan. Undan tashqari binodagi o'sha ustidagi gumbazlarni inobatga olish. Buni inobatga olish, bu gumbazlarimiz binoda o'sha butun ta'sirni bir xil taqsimlanishiga sharoit yaratib beradi. Ya'ni butun tepadan tushayotgan yukimiz asosan binolarimiz buzilishi inersiya kuch ta'sirida, ya'ni tepasini harakat hisobida buzishga keladi va bu joydagi tepadagi yuklarning tekis taqsimlanishi binoyimizni bir xil harakatlanishiga olib keladi. Bu bilan o'sha binolarimizdagi masalan ko'ryapmizki, butun eski tarixiy obidalardagi gumbazlarimiz ham asosan shunga asoslangan, ya'ni simmetrik tarzda butun binoga tekis taqsimlanadi. Bundan tashqari ko'radigan bo'lsak, ota-bobolarimiz tanlaganda shu joyini tanlashgan. Bu joyda asosiy narsa qum qurishdan oldin bu joyga qum to'kish masalasi ham. Ya'ni qum bu joydagi ma'lum bir seysmik to'lqinlarni kamaytirishga ham olib kelgan. Bundan tashqari har bitta eski bobolarimizda bunda har bitta tajriba tariqasida ko'rishgan, ya'ni har bitta binolarni ko'rib turib, qaysi bino buzilmagan, kam buzilganida shu binolarga qarab ham xulosa qilishgan. Bu zilzila oqibatida xulosalar. Bundan tashqari tajriba xulosalari ham bo'lgan, ya'ni har bitta usta kelgusi ustaga o'zini tajribasini o'rgatib borgan. Ya'ni har bitta qaysi joyga biz yog'och qo'yishimiz kerak. Ya'ni yog'och bilan buni mustahkamligini oshirish. Bundan tashqari masalan loyni qattiq pishirish bilan bu loyni elastik xossasini oshirish munosabat bu. Ya'ni qattiq pishirilgandan, ko'p pishirilgandan keyin bu joyda o'sha masalan paxsa devor ham nima uchun yaxshi chidaydi? Ya'ni bu joyda to'lqinni yutish xossasi bo'ladi. Ya'ni uni elastik xossasini oshirgandan keyin to'lqinni yutishi. Bundan tashqari paxsa devorlarni ham juda qalin qilingan, juda ko'p zapas bilan olishgan, ya'ni zaxira bilan olishgan. Masalan, binolarda hozir ko'rasiz, qanchalik o'sha konstruktiv talablar bor, o'sha qanchalik biz katta nima qiladigan zaxira bilan yo'g'on qalin oladigan bo'lsak, bu binoyimizni mustahkamligini oshiradi. Mana ko'radigan bo'lsak, mana xiva devorlarini ham ko'rsak, juda katta devorlar. Qalin. Bu qalinligi shu zilzila bardoshligini ham oshiradi. Ya'ni juda katta zaxira bilan qurilgan. Hozir shu ota-bobolarimiz shunga alohida e'tibor qaratishgan. Bundan tashqari yana ko'rishimiz mumkin, loyni tarkibiga turli xil qo'shimchalar qo'shish. Masalan, ota-bobolarimiz ham ko'ramiz, o'zimiz ham somon qo'shishgan. Somon ham shu loy tarkibidagi qandaydir armatura vazifasini bajaradi. Undan tashqari mana eski nimalarda shu jun qo'shish masalalari ham bo'lgan. Ya'ni o'sha loyni pishirganda unga jun qo'shib ham bu narsa o'sha zilzila bardoshligi oshirgan. Ya'ni o'sha tuproqda o'sha loyni tarkibidagi turli xil qo'shimchalar buni unga armatura hisobida ishlab turib, buni mustahkamligini oshirishga imkon bergan. Rahmat. Hurmatli ustozlar, endi navbatdagi savolni o'rtaga tashlaymiz. Qadimda odamlar zilzilani qanday usul va vositalar orqali aniqlashgan? Marhamat ustoz. Bu masala ancha dolzarb masala, lekin birinchi ma'lumotlar zilzilalarni qayd qilish usuli Xitoyda yaratilgan. Ular ham juda oddiy usul bo'lgan. U ham ko'zani olishgan, ko'zani to'rt tarafiga to'rtta qurbaqqani joylashtirgan, og'ziga nima zo'ldir qo'yib qo'yishgan, dumaloq narsa. To'lqin qayoqdan kelsa, o'sha tarafda nima zo'ldir tushadi, bu zilzilani kelish tarafini bildiradi xolos faqat. Keyin yana suvni ham suvdan ham foydalanishga o'sha ko'zaga suv qo'yishgan, to'rt tarafidan qayoqdan suv tushsa, demak qarshi tarafdan to'lqin kelgan. Bu endi zilzilani kelgan tarafini bilish, lekin uni oldindan aytish masalalari u paytda o'ylangan emas, ma'lumotlarga qaraganda, chunki u paytlarda bu bilan maxsus shug'ullangan odamlar bo'lgan emas, tashkilotlar bo'lgan emas. Shuning uchun birinchi bo'lib shu Xitoydagi yaratilgan nima seysmoskop deyilgan, shunday ma'lumotlar bor. Rahmat. Qaysi davrga borib taqaladi o'sha birinchi davrini
aniqlash seysmik apparatlarni. asirligi bor. Marhamat ustoz. Endi mana aytib o'tilgan seysmoskop desak, birinchi seysmograf zilzilani qayd qiladigan asbob uskunaga o'xshagan bir uskuna desak, bu seysmoskop, ya'ni qaysi tarafda bo'lganini bildiradi. Bu adabiyotlarda 2000 yil tarixiga ega bo'lgan qurilma. Endi hozirga keladigan bo'lsak, hozir juda zamonaviy, raqamli, juda keng qamrovli, juda ham o'ta sezgir asbob uskunalar hozir mavjud. O'zi umuman zilzilani qayd qilishda bir necha asbob uskunalar bor. Biz endi bizning tilimizda ilmiy tilda aytadigan bo'lsak, seysmograf deymiz. Ya'ni zilzilani qayd qiladi, uni yozib oladi va xotirasiga saqlaydi. Demak, bu hammasini demak seysmograf deyilamiz. Seysmograflar ham hozir har xil turlari bor, raqamli, analogli. Demak, hozir eng zamonaviylardan biza demak 3 komponentga ega, ya'ni 3 yo'nalishda yozadigan raqamli seysmometrlar. Seysmometrlar ham velosimetr, akselerometr degan turlari juda ko'p. Endi hozir bundan to'xtalib o'tilmaymiz. Ya'ni hozirgi zamonaviy seysmik asboblar shunaqangiki, dunyoni qaysi nuqtasida zilzila bo'lsa, sezilarli kuchli zilzila bo'lsa, demak O'zbekistonning tizimi bor, mavjud bo'lgan tizim, barcha seysmik stansiyalar demak shu zilzilani qayd qilish imkoniyatiga ega. Chunki biz bilamiz, dunyoda kuniga yuzlab zilzilalar maydasini oladigan bo'lsak, demak minglab ham zilzilalar bo'ladi. Lekin insonlar buni hammasini sezmaydi. Sezadigan kuchli zilzilalarni esa hammasini yozib olish imkoniyatiga ega bo'lgan hozirgi zamonaviy asboblarga egamiz. Rahmat ustoz. Mana zilzilani darajasi va uni qayd etishi bo'yicha asbob uskuna haqida gaplashdik. Umuman olganda, aynan zilzilani avvaldan bilish mumkinmi sodir bo'lish jarayoni? Marhamat. Zilzilani avvaldan bilish bo'yicha tarixini olib qaraydigan bo'lsak, bu avvalambor hayvonlarni bezovtalanishiga qaralgan, o'sha insonlar bilan yashaydigan, qolaversa o'sha yer osti umuman suvlar sathiga qarab turilgan, qolaversa yana o'sha oy tutilishi, shunga o'xshash bir qancha faktlar bor. Endi bugungi kunda erta ogohlantirish tizimi bor, biz O'zbekiston Respublikasida ham bor. Bu asosan shunga asoslanadiki, o'sha zilzila sodir bo'lganda boya aytib o'tdik, o'choqdan ikkita to'lqin ajraladi, bo'ylama va ko'ndalang. Bo'ylama to'lqin o'sha ko'ndalangiga nisbatan 2 barobar tezroq harakat qiladi. Agar zilzila masalan o'choq yo qancha uzoqlikda harakat qilsa, o'sha birinchi to'lqinni qayd qilgandan keyin bizda o'sha maksimum 30-40 sekund vaqt bo'ladi ogohlantirishga va xavfsiz joyga o'tishga. Mana shu tizim o'zimiz O'zbekiston Respublikasida ham hozir shu amalga oshirish ishlari ketyapti. Akselerometr, ya'ni shu qayd qiladigan asboblar o'rnatilib, aholini erta ogohlantirish tizimi bo'yicha. Rahmat. Rahmat. Aynan mana seysmologiya institutida arxiv materiallari bordi. Hozir bo'la aytganda o'sha zilzilalarni o'rganish bo'yicha manbalar yig'ilgan. Shu manbalarning tarixi qaysi davrlarga, birinchi manbalar arxivdagi, shular haqida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, chunki bu haqiqiy bir ilmiy merosdi bugungi kun uchun. Marhamat ustoz. Demak, O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, birinchi bo'lib O'zbekistonda seysmik to'lqinlarni qayd qilish 1901-yilda amalga oshirilgan. Bu hozirgi astronomiya institutining hududida seysmik apparatura qo'yilgan 1901-yilda. Ana shundan boshlab O'zbekistonda zilzilalarni qayd qilish apparatura ishlab kelgan. 1928-yili Samarqandda ochilgan ikkinchi stansiya, 1929-yilda Andijonda ochilgan. Mana hozirgi kunda bu stansiyalar O'zbekistonda 60 dan ortiq nimaga ega bor, lekin har xil turdagi seysmik stansiyalar qo'yilgan. Bular hammasi bor zilzilalar, masalan magnitudasi deymiz, masalan yarim magnituda buni inson sezmaydi. Mana o'shandan boshlab to eng yuqorisigacha yozib turiladi. Hamma narsasini qayta ishlanadi. Bular hozir nimada raqamli nimada tayyor ma'lumotlar kompyuterga keladi, ularni o'rganiladi. Ularni o'rganish
avvalambor o'sha yer qa'rini tuzilishi. Bu geologik nuqtai nazardan ham ahamiyatga ega. Keyin shu to'lqinlarni tarqalishini aniqlashtirib, chunki hududni geologik tuzilishi hammasi har xil, u yerdagi tog' jinslari zichligi har xil, to'lqinlarning o'tishi ham har xil bo'ladi. Shuning uchun har bitta hududni o'ziga gadograf deymiz. O'sha hududda bo'ylama to'lqin qanaqa tezlikda o'tadi. Shunga qarab turib, zilzilaning o'chog'i qaysi masofada joylashgan. Ana o'shani aniqlanadi. Shunaqa ishlar hammasi muntazam ravishda olib borib boriladi. Endi hali savol berdinglar, ularni oldindan aytish masalasini aytdilar. Bu masala ham juda dolzarb masala. Chunki oqibatini bilasizlar, buning ahamiyatini, ayniqsa amaliy ahamiyatini. Bu sohada institutda yarmi seysmik hududlantirish bo'yicha ishlansa, yarim ilmiy xodimlar zilzilalarni oldindan aytish muammosi bo'yicha shug'ullanadi. Endi zilzilalarni uzoq muddatli darakchisi bor, o'rta muddatli darakchisi bor, qisqa muddatli darakchisi bor. Bular hozir eng oxirgi etapga yetdilar. Chunki bu nima zilzila bo'lgandan keyingi narsani. Endi shu yo'nalishlar bo'yicha institutlarda ishlar olib borilyapti. Parametrlar hozir bir 20 tadan ortiq parametr o'lchanadi. Zilzilaning ham o'zini darakchilari bor. Masalan, kasallik ma'lum bir o'zini alomatlari bor. Belgilari. Zilzilarda ham shunaqa alomatlar bor. Alomatlar masalan yer magnit maydoni. O'sha o'choq tayyorlanayotgan hududdagi tog' jinslarining magnit massasi, xossasi yuqori bo'lsa, demak, hali kuchlanganlik oshgandan keyin uni magnit maydoni tashqarida ham seziladi. O'shani qayd qilib turib, o'sha yerda kuchlanganlik oshayotganini bilsa bo'ladi. Xuddi shu yo'sinda yerda elektr maydoni ham bor, o'zini tabiiy elektr maydoni bor. O'sha u ham o'zgarishi hali kuchlanganlik deformatsion holatiga bog'liq. Uni ham qayd qilsa bo'ladi. Keyin o'sha tog' jinslarining o'chog'ida kvars minerallari bor. Ana ular hali nimaga bo'lgandan keyin bosimga uchragandan keyin o'zidan to'lqin chiqaradi. Qisqa to'lqinli, qisqa chastotali to'lqin chiqadi. Mana bu ham tabiiy nima belgilari. Endi yerosti suvlarimiz bor. Yerosti suvlari har xil chuqurlikda, har xil temperaturada, har xil bosimda. Ularning ham nechun kimyoviy tarkibi o'rganiladi. Keyin ularning fizik xossalari o'rganiladi. Keyin o'sha quduqlarda yoki buloqlardan chiqayotgan suvlarning tarkibi o'rganiladi. Bular ham hali bosimga ta'sir qiladi, o'rganadi hammasi. Ta'sir qiladi-da. Ana shu narsalar o'rganiladi. Bu zilzilani demak hozirgi paytda darakchilarni o'rganib, shuni maqsad shuni zilzilani qancha oldin ochib berish mumkinligini ustida ish olib borilyapti. Rahmat Sobijon aka. Bilasizmi Sfandiyor, mana hududlar, respublika miqyosi hududlarni oladigan bo'lsak, har bitta hududdagi tarixiy obidada ham o'ziga xoslik bor. Mana yaqinda san'atshunoslarimiz tadqiqotlarini birida o'sha Xiva va Buxorodan farqli ravishda Farg'ona vodiysidagi qadimiy binolarda ustunlar ko'proq qurilar ekan. Chunki Farg'ona vodiysi seysmik xavfli hudud bo'lganligi bois ham navbatdagi savol bilan Muhammad Ali aka sizga yuzlanaman. O'tmishda asosan qaysi hududlar seysmik faol bo'lgan? Bugungi kunda biz respublikamizning qaysi hududlarini seysmik xavfli hududlar deymiz? Tarix va bugun o'rtasidagi bir bog'liqliklar haqida fikringizni eshitamiz. Territoriyamiz 70% seysmik faol hudud bo'lsa, qolgan 30% da demak seysmik faollik ancha past. Mana hamkasblarimiz ancha yaxshi aytib o'tishdi. Men shunga to'xtalmoqchi bo'lgandim o'zim. Mana qarang, Farg'ona vodiysidagi obidalar Samarqand, Buxoro, Xiva tomondagilardan qisman farq qiladi. Qarang, mana boya aytdimki, mana Hasan Mirzo Ulug'bek qurdirgan observatoriya 30 metrgacha kovlangan. Farg'ona vodiysida bunga sharoit yo'q. Mana Qo'qon xonligi paytda qurilgan saroy bor, Xudoyorxon saroyi bilan. Registon maydonidagi yoki Xiva xonligidagilar solishtirsangiz, Qo'qon xonini qurdirgan saroyi balandligi past. Kim bo'lgan bo'lsa, rasmidan ham televizorda ko'rsatadi, o'zim men shaxsan bo'lganman. Juda ham past. Nima uchun? Chunki uni baland qurishda iloji yo'q. Yana bir boshqa farqi masofaga uzun yoyilgan. Sabab o'sha gruntda asosga katta bosim bermasligi uchun. Chunki Farg'ona vodiysida azaldan yer osti suvlari yaqin. Bunga sabab o'sha hududiy atrof tog' bilan o'ralgandan keyin, tog' yerda ezgandan keyin, demak, atrof tog' tagidagi suv o'z-o'zidan ichkariga intilishi bu
ilmiy asoslangan. Shuning uchun Farg'ona vodiysida yer osti suvlari juda ham yaqin. Yana bitta sababi o'sha yer osti suvlaridan tashqari Farg'ona vodiysi ko'proq tekis joy. Masalan, Samarqand, Buxoro, masalan Toshkentda ham shunaqa past balandliklar bor. Deyarli hamma obidalar balandliklarga qurilgan. Mana Ko'kaldosh madrasasi, Samarqanddagi, Xivadagi hammasi. Farg'ona vodiysi tekis bo'lganligi uchun ham yer osti suvlari demak yaqin bo'lganligi uchun ham demak baland binolar qurilmagan. Binolar chiroyli qilib pastroq mustahkam qurilgan. Ustunlarga sabab bu ustunlar shundayki, hozirgi paytda ham shu narsadan foydalaniladi. Buni seysmik himoya usuli deydi. Ya'ni o'sha bino yer silkingan paytda, tebrangan paytda mana shu ustunlar binoni ko'p qattiqroq, lekin kattaroq masofaga, ya'ni nima degan, kattaroq ko'chishda, lekin kamroq chastotadan tebranishini ta'minlab beradi. Mana shu narsa o'sha seysmik himoya usuli hisoblanadi. Demak, Farg'ona vodiysi tarixdan seysmik xavfli hudud hisoblangan. Tarixdan shunaqa hisoblangan. Mana taxminan mana hamkasblarimiz, ustozimiz aytib o'tdilar. 10-yillardan 30-yillar oralig'ida Andijonda juda qattiq zilzila bo'lgan. Shuni bizda rahmat shaxsan bobom ham rahmat aytib berganlar, juda qattiq zilzila bo'lgan. Hattoki o'sha paytda ko'pchilik Andijon hududidan chiqib ketgan odamlar ham bo'lgan o'sha paytda. Masalan, shaxsan shu gaplar bo'lgan, qattiq bo'lgan zilzila. Azaldan shunaqa. Chunki bu tabiiy sharoit tez o'zgaradigan muhit emasda endi bu. O'sha masalan mana shu O'zbekistonda yoz, Rossiyada qish bo'lishiga azaldan turibdi. Shu narsa demak taxminan saqlanadi. Bu demak 1000 yilliklarda o'zgarmasa bu orada o'zgarmaydi. Shuning uchun ham o'sha sharoit shunaqa. Mana Buxoro, Samarqand tomonlar odatda ko'p cho'l zonalarida. Bu degani suv kamligi degani-da. Suv kamligi. Qoraqalpog'istonlarda, Xorazmlarda zilzila juda ham past bo'ladi. Chunki bu tomonda seysmik aktiv hisoblanmaydi. Shuning uchun ham bemalol o'sha Xivalarda, hattoki obidalardan shahar bor, Ko'hna Xiva deydi, kim borsa o'sha yerga kiradi. Lekin boshqa joylarda bunaqa yo'q. Masalan, Samarqandda o'zida ham aytaylik, shaharcha emasda, butun shaharga yoyilgan. Lekin oddiy qurilganlari shu paytgacha 600 gacha turmagan ular. Asosan mana ustunlar bo'lishligi, Farg'ona vodiysida Qo'qon xon saroyining binosining pastligi keng yoyilganligi shundan dalolat. Boshqa joylarda qisqa masofaga baland qurilgan. Farg'ona vodiysida buni iloji bo'lmagan. Taxminan shunday desak bo'ladi. Ne'matilla aka, siz to'ldirsangiz, bugungi kunda mana sizlar viloyatlarga boryapsizlar, bino va inshootlarni o'rganyapsizlar. Qaysi hududlarimiz seysmik xavfli bugungi kunda? Albatta shu Farg'ona vodiysi va Toshkent atrof hududlari eng xavfli hududlar hisoblanadi. Ya'ni buni yana nimadan aytamiz? Ya'ni ko'radigan bo'lsak, asosan tekislik joylarda zilzila kam bo'lishi ham ko'rinib turibdi. Ya'ni asosiy narsa o'sha tog'lar ham o'sha turli xil plitalarda bir-biriga urishidan vujudga keladi. Ya'ni shu tog'li hududlarda ko'proq zilzila bo'ladi deganligi buni seysmolog olimlarimiz ham aytib o'tishdi. Xuddi shu narsa masalan mana Farg'ona vodiysida ham juda ko'p zilzila, yana yaqinda ko'radigan bo'lsak, mana 2011-yilda bo'lgan Kan zilzilasi, mana Qirg'izistonda bo'lgan zilzila Farg'ona vodiysiga ta'siri deya qo'yishimiz mumkin. Bunda ham asosiy binolar buzilgan, binolar yakka tartibdagi binolar buzilgan va bunda o'sha asosan shu binolardagi tepadagi asosiy yukni ta'sirida insonlarni bosib qolish holatlari vujudga kelgan. Ya'ni Farg'ona vodiysida asosiy zilzila bo'lishi mumkin bo'lgan hududlardan hisoblanadi. Ya'ni bu tekisli joylarimizda kamroq zilzilalar vujudga kelishi kuzatiladi mana. Rahmat ustoz. Zilzilani oqibati, ahamiyati haqida bir ma'lum darajada bir ma'lumotga ega bo'ldik. Endi kelinglar aynan zilzilalar tufayli vayron bo'lgan shaharlar, manzilgohlar haqida to'xtalib o'tsak. Marhamat ustoz. Tarixiy manbalarga murojaat qiladigan bo'lsak, eng ko'p yozilgan ma'lumot borgan narsa bu 1620-yilda Aqsikent zilzilasi bo'ladi. Bu Namangan shahridan bir 10 kilometrcha janubi g'arbda joylashgan shahar bo'lgan. O'sha 1620-yilda bo'lgan zilzila tufayli shahar vayron bo'lgan. Butunlay vayron bo'lgan. Yer yuzidan nima qilingan. Mana hozir o'tlar bir tarixiy bir obida bo'lib, o'shalar yer tagidan tiklanib o'rganilyapti. Bu o'sha zilzilaning oqibatida bo'lgan narsa. O'sha zilzila nesigin bir yilcha kuchli zilzila har kuni 10 talab bo'lib turganda, ular shahar yo'q bo'lgan bitilmasa. Endi yana ikkinchi zilzila mana domla aytib o'tdilar, 1902-yil dekabr oyida, 16-dekabrda Andijon zilzilasi. Uni magnitudasi 608 bu degansiz 9 balli zilzila. Ana shunda shahar juda katta vayronaga uchragan.
dekabr oyi bo'lgan, shuncha bo'lganki odamlarni o'sha paytda temir yo'l borgan ekan, odamlarni temir yo'lni vagonlarga joylashtirib saqlashganda. Shunchalik sharoitda bo'lgan, ahvol og'ir bo'lgan. Endi ikkinchi nimasi mana o'zimiz guvoh biz 1966-yilda Toshkent zilzilasi. Shahar juda katta talafot ko'rgan. Endi bu yerda nimani asosiy bizani saqlagan narsa zilzilani o'chog'i Toshkentning tagida bo'lganda silkinishlar vertikal bo'lgan. Agar shu narsa gorizontal bo'lganda talafot juda ham hisobsiz bo'lardi. Bu ikkinchi misol. Uchinchi misol o'zini respublikadan oladigan bo'lsa 1976-yildagi gazli zilzilasi. Gazli zilzilasi. Shu paytgacha gazli Buxoroni demak g'arbiy taraflari 7 balli zona deb hisoblangan. Unga antisesmik nima tadbir ko'rilmagan imoratlarga. Ayniqsa o'sha gazli shahri. Kutilmagan. Shunda 7.2 magnitudali zilzila bo'lgan. Bugun 9-10 balli zilzila silkinishda. Shahar butunlay vayron bo'lgan. Yana agar tarixga bilan qaytarilishini ko'radigan bo'lsa, bunaqa kuchli zilzila bir yana 100 yildan keyin bo'lish kerak edi o'sha paytda. Lekin o'sha narsaga qat'iy nima qarama-qarshi 1984-yilda ham zilzila bo'lgan. 8 yildan keyin. Bu oldingi zilziladan kuchli bo'lgan. Mana lekin birinchi zilzila bo'lgandan keyin shahar vayronaga aylangan, boshqatdan qurilgan. Lekin mana bizani agar tariximizga qaraydigan mana shularni hisobga olsa bo'ladi nimalar? Bizani respublikadagi voqealar. Rahmat. Bugungi kunda yosh olimlar, tadqiqotchilar mana shu tarixiy zilzilalarni o'rganishi qanchalik muhim? Chunki ma'lum bir vaqt davomida o'sha hududlarda zilzilalar qaytalanishi mumkin degan bir farazlar ham mavjuddi. Shu savolimizga sizdan javob kutamiz. Marhamat. Rahmat kattakon. Albatta tarixiy zilzilalar o'rganish bu juda muhim, chunki tarixiy zilzilalarni o'rganish hisobiga o'sha kelajakda mana shu biz hozir yashab turgan hududlarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan zilzilalar prognoz qilsak bo'ladi, bashorat qilsak bo'ladi. Umuman O'zbekiston Respublikasi asosan ikkita zonaga bo'lsak bo'ladi. Masalan, Aragenniy zona va platformaning zona. O'sha O'zbekistonning sharqiy qismi Aragenniy zona hisoblanadi, ya'ni tog' va tog'oldi hududlar. Demak, bunga Samarqand, Toshkent va Vodiy hududlari kiradi va platformaning zonaga o'sha Qoraqalpog'iston, Xorazm va Buxoroning, Navoiyning ma'lum bir qismlari kiradi. Endi demak, tarixdan ham albatta kuchli zilzilalar bo'lgan. Mana ustozlarimiz aytib o'tdi, 1207-yilda Ko'hna Urganch zilzilasi bo'lgan. O'sha Xorazm hududlarida qolaversa, umuman zilzilani talofatlanish nuqtai nazaridan albatta ko'p biz seysmik faol hududda joylashganmiz va mana исторический tarixiy obidalarimiz ham shunga moslab qurilgan. Umuman olganda zilzilani qancha tarixiy zilzilalarni o'rganish bu kelajakda demak biz yashab turgan hududda O'zbekiston Respublikasi va transchegaraviy hududlarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan zilzilalarni aniq prognozlash imkoniga ega bo'lamiz. Va bular amalga oshirilgan ustozlarimiz tarafidan va hozirgi kunda ham demak aniq bir adabiyotlarda ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Rahmat. Hurmatli ustozlar, endi aynan zilzila bu tabiiy ofat ekan, qachondir sodir bo'lishi bu aniq bir fakt. Qachondir qayerdadir sodir bo'ladi. Umuman olganda bizni yurtimizda qadimdan qurilgan aynan o'sha me'morchilik obidalari, binolarimiz, inshootlarimiz bularni qurishda qaysi mezonlarga tayanilgan, aynan zilzilani nuqtai nazaridan hisobga olib, unga bardosh berish nuqtai nazaridan qanday asboblardan foydalanilgan yoki avval boshda aytib o'tdilar ustoz, gumbaz shaklida, yumaloq shaklda qurilgan deydi. Nima uchun bunday xulosalarga kelingan? Qaysi apparat uskunalardan foydalanilgan? Birinchi bo'lib rivojlangan fanlarning ichida mana shu fizika, matematika fani bizga yaqin bo'lgan fanlar rivojlanib kelganda, mana shu fanlarda rivoji shuni ko'rsatganki, simmetriya bor joyda hosil bo'lgan kuchlar bir xil xarakterga ega bo'ladi. Bir xil xarakterga. Masalan, o'sha fizika kuchlarida kuch degan tushuncha bor, moment degan tushuncha bor-da. Kuch to'g'rima-to'g'ri harakat keltirsa, moment uni buraydi. Ana shu moment ancha demak inshootga ko'p talofat keltiradigan kuch hisoblanadi. Mana shu narsaga chap berish uchun simmetriyaga e'tibor berilgan. Undan tashqari yana bir narsa bo'lgan, ota-bobolarimiz albatta poydevor degan tushuncha bor.
mana hozirgi poydevordan ilgarigi poydevorlar farqiga. Mana o'zimiz Farg'ona vodiysi ham yaqingacha o'zimiz yashagan uylarning tagiga tosh terilgan. Tosh terilgan. Bu nima? Xuddi beshikda effektida mana aytyapti, temadan chiqmadi, beshikda effekti bu yerda. Ana shu bino tebrangan paytda nima qilgan? Qarang, energiya qonunini aytib o'tdilar. Energiya yerdan zilzila paytida albatta binoga uzatiladi. U nimadir qilish kerak-da, iloji yo'q usiz. Endi shuni ikkita narsaga sarf bo'lishi mumkin. Bittasi turgan bino qattiq jismdek borib kelishi mumkin. Mana beshikdagi bola tebrangandek. Ikkinchidan o'sha binoni o'zi deformatsiyalanishi mumkin. Mana shu deformatsiya buzadi. Masalan, hech qachon bir oynali beshik sindirib yuborgan emas. Binoni deformatsiya buzadi. O'sha deformatsiyaga chap berish uchun bino tebrangan paytda uzoqroq yerga borib kelish kerak. Bu degani uni buzuvchi chastota bo'ladi. Chastotasi kamayadi shuni. Masalan, qisqa joydan biridan bir necha marta o'ting, 1 sekundda 10 marta o'tadi. Uzoqqa borib keling, 1 sekundda 2 marta o'tadi. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun binoni nima qilish kerak? Iloji boricha ko'proq gladki tebranish, ya'ni silliq tebranishga olib kelish kerak. Mana shu narsaga olib keladigan usullardan bittasi tagiga tosh terilgan. Endi bu oddiy imoratlarda. Endi shohona imoratlarda nima bo'lgan? Shohona imoratlarda ham katta toshlar terilgan. Juda tog' toshlari terilgan. Undan tashqari aytiladiki, terilgan tosh bilan bino orasiga uzoq muddatga chidovchi somon, mana hamkasbimiz aytdi, undan tashqari qamish qo'yilgan. Bular chirimaydigan narsa. Mana shu narsalar, demak, binoni tebrangan paytda katta qismini binoni harakatiga, demak, sabab bo'lgan. Butunlay ko'chishiga, deformatsiyalanib ketishiga emas. Ana shuning uchun uzoq muddat saqlanib keladi. Undan tashqari tepalikka qurilgan. Tepalikka qurilganda ham xuddi shu. O'sha yer yumshoq, qattiq emas. Tebrangan paytda o'sha ham demak kelgan seysmik to'lqinda silliqqina iloji boricha silliqlab binoga uzatish uchun qilingan. Agar mana shu gruntda, ya'ni tuproq tarkibida nam ko'p bo'lsa ham, o'zingiz bir mana yurib ko'ring. Quruq yerdan yurib ko'ring, nam yerdan yurib ko'ring. Xuddi shunaqa effekt. Demak, tuproq agar namligi oshsa, o'zini ko'p xossalarni yo'qotadi. Bu degani elastiklik xossasi butunlay kamayib ketadi. Suyuqlik oshsa agar tuproq tarkibida. Shuning uchun iloji boricha quruq joyga qurilgan. Fundamentlar asosan hisob kitob bilan qurilgan. O'sha qanday qurilgan? Bir necha qism, qancha katta qismi yer ostiga kirsa, kattaroq qismi tepaga chiqarilgan. Sababi yer ostida turgan binoni ko'tarib tursa, tepada turgani qisman bo'lsa ham egilish hisobiga unga demak, yarigi deformatsiyasini kamaytiradi, lekin qattiq jism sifatida ko'chishini ko'paytirib bergan. Ya'ni energiyani bir qismini binoni butunlay ko'chishiga aylantirish. Fan nuqtai shunaqa. Bu ota-bobolarimiz buni juda yaxshi bilishgan. Rahmat. Demak, ajdodlarimiz juda katta bilim va tajribaga ega bo'lgan deyish mumkin. Marhamat Ne'matilla aka, qo'shimcha fikrlar. Aytadigan bo'lsak, bu sohada ota-bobolarimiz juda haqiqatda bilimlari kuchli bo'lgan. Ya'ni ustozimiz aytganlaridek, binoga kelayotgan to'lqinni so'ndirish masalasi. So'ndirish masalasi, masalan, hozirgi kunda ham bu ishlar qo'llanilyapti, ya'ni atrofiga shag'al to'kish masalasi. Ya'ni turli xil nima bu narsa ham, masalan, kelayotgan to'lqinlarda, masalan, to'lqin bir muhitdan boshqa muhitga o'tganda ma'lum bir so'nish vujudga keladi. Ya'ni bilasizlar, suvdan nur o'tkazganimizda mana sinishga olib keladi. Bu narsa to'lqin ham xuddi shunday narsa, ya'ni o'sha bitta muhitdan boshqa muhitga o'tganda uni chastotasi o'zgaradi. Ya'ni shu kuchi so'nadi degan mazmun. Shu narsaga alohida e'tibor qaratishgan va bino inshootlarida qo'yayotganda albatta shu hududlarni ajratish masalasiga ham e'tibor qaratishgan. Ya'ni shu birinchi o'rinda bino tagiga alohida asos tayyorlash masalasi. Asos tayyorlashda albatta qatlamlarga e'tibor qaratishgan. Ya'ni har bitta qatlamda qanday grunt holatda joylashgan, shu gruntga joylashgan holatda bino inshootlarida qurish masalasini ko'rishgan. Bundan tashqari ko'radigan bo'lsak, bu joy nimalar qanday aniqlab qurishgan degan savol ham bor bu joyda. Bu aniqlash masalasi shu ilgarigi zamonlarda, masalan, Yaponiyada kelib chiqqan ekan birinchi aniqlash, ya'ni qabr toshlarini ma'lum bir siljishlarini ko'rishgan ekan birinchi. Ya'ni har bitta zilzilaning kuchini aniqlashda qabr toshlarida qanchalik siljib qolyapti degan mazmun. Shundan ko'p siljishlarga qarab turib aniqlashgan. Bizda ota-bobolarimiz ham albatta shu ma'lum bir kuzatishlar natijasida binolarda hosil bo'layotgan yoriqlar va ulardagi qaysi binoyimiz qanchalik kuchda buzilmaganligini inobatga olib, shunga mos ravishda ma'lum bir tarhlar, ya'ni rejalarni tanlashgan va shunga mos ravishda kelgusi qurilishlar amalga oshirilgan. 600 yil, 700 yildan beri turgan binolarga e'tibor bersangiz, alohida o'zining arxitekturasiga ega. Qarang, o'sha paytda g'ishtlar hammasi yupqa. G'ishtdan ko'ra loy, keling shartlar loy deylik, loy qalinroq. Bu nima? G'isht mustahkam. Maxsus ishlangan loy o'zining elastik xossasiga ega. Ya'ni bu boyagi effektni bergan. Uni harakat. Mana shuning uchun ham uzoq turgan deyiladi.
qachon men obidalarga Samarqandga boraman, qayerda bo'lsa ham shunisiga e'tibor qilaman, g'ishtlar G'ishtlar yupqa. Hech qalin, mana shunday qalin g'isht yo'q, yupqa emas. Ko'kaldosh mudarrisasiga ham borib qarang, yupqa g'isht, rasvor undan qalinroq. G'isht qattiq, bu demak Bir-biriga elastikasi mana shuning uchun ham biriktiradigan. demak buzilmasligini, demak mustahkamligini oshirgan. Rahmat rahmat, kattakon. marhamat qo'shimcha. Javob to'ldirib o'tmoqchi edim. Mana ustozlarimiz juda ham yaxshi gapirishdi. Faqat tarixiy obidalar haqida gapirishdida, lekin o'zimizni aholiy xalq, mahalliy xalq nima qilgan o'sha payti? Yashovchi Uylarida uylar. qanday materiallardan foydalangan degan tabiiy o'rinli savol tug'iladi. Masalan, hozirda ham bor, o'sha payti yog'ochlardan foydalanilgan. Sinchli uylar deyiladi, cho'pkor deb ham ataladi. O'sha yog'ochlarni bir-biriga kiyg'izib, o'sha karkas qilinganda arasiga o'sha ustozimiz aytgandek mayda ingichka g'ishtlardan terib chiqilgan. Bu ham o'sha zilzila sodir bo'lgan paytda uyni bir butunligini saqlab turgan. O'zbekiston Respublikasi mana seysmologiya fanlar akademiyasi seysmologiya institutida demak bundan 3 yil oldin seysmik risk xaritasi ishlab chiqildi O'zbekiston Respublikasida. Shunda biz 2021-yil holat uchun O'zbekistondagi 7 milliondan ortiq uyi ma'lumotni oldik, kadastr ma'lumotlar olindi. O'sha paytda ham qaraldiki, individual uylar deydi, o'sha sinchli cho'pkor uylar juda ko'p ekan O'zbekiston Respublikasida. Hali ham bu qurilyapti. Bu shundan dalolatki, o'sha ota-bobolarimizdan qolib kelgan O'zbekiston seysmik faol hududda joylashgan. Biz o'zimizni uylarimizni, demak, o'sha zilzilaga moslab qurishimiz kerak. Bunda eng asosiy arzon va samarali usul bu o'sha cho'pkori sinchli uylar hisoblanadi. Shuning uchun ham bu keng tarqalgan. Demak, O'zimizni an'ana bo'lib kelgan. an'ana bo'lib qadimdan. kelgan ota-bobolarimizdan. Rahmat. Sobitjon aka, navbatdagi savol bilan sizga yuzlanamiz. Qaysi tarixiy asarlarda biz mazkur hodisa, tabiat hodisasi, zilzila haqida ma'lumotlarni uchratamiz? Butun dunyodagi vaziyatga ta'sir qilgani uchun bu narsani ham masalan Yunon faylasuflari Aristotel, Gipokratlar shug'ullanishgan ular ham. Ular o'zini asarlarida buni yoritib, o'sha zilzilani nimasini tabiatiga, uni sodir bo'lishlariga o'zlarini asarlarida nima qilishgan. Endi bizani O'zbekistonga keladigan bo'lsa, bu Abu Ali ibn Sinoni kitobi Ash-Shifo degan nimalar asarlarida qaytib o'tilgan bu narsa. Demak, o'shanda zilzilalar, masalan, zilzila bitta joyda bo'ldida, kuchi boshqa joyda kuchroq sezildi, ko'proq sezildi. Keyin bu narsani o'sha aytib o'tilgandek oy bilan quyoshni o'zaro holatiga ham bog'lab, buni qaytarilishi to'g'ri borda zilzilalarni ma'lum bir qaytarilishga ega bor. Juda ham qonuniy emas, lekin shunaqa qaytarilish sabablari bor. O'shanga ham e'tibor berganlar. Keyin 1620-yildagi zilzilaga Muhammad Tohir ham e'tibor berganlar. O'sha kitoblar o'zlarining asarlarida bunga ta'kidlanib qaytarib o'tilganlar. Ular ham o'sha zilzilani ko'proq o'rganganlar. O'sha ma'lumotlarga qaraganda birinchi kuni ancha zilzila bo'lgan, 1 yil davom etib turganda shu kuchli zilzila. Buni zilzilaning aftershoki deyiladi. Masalan, Gazlini zilzilasini 76-yildagi zilzilani hali aftershoklari hali bo'ladi mana. 50 yil bo'lyapti. 40 yildan oshdi mana. Bo'pti. Shunga o'xshagan o'sha paytda ham o'sha Muhammad Tohir shuni ham eslatib o'tganlar. Demak, bu narsani bular hammasi o'sha hozirgi men bilgan nima shu manbalarda bo'lgan shunaqa narsa. Yaxshi. Marhamat, ustoz, to'ldirishlar bo'lsa. Boburni o'sha mashhur Boburnoma asarida ham o'zi zilzila haqidagi o'zini tasavvurlarini, o'zlari shaxsan his etgan hislarini yozib qoldirganlar. Chunki bilamiz, hammamiz Bobur o'zlari Farg'ona vodiysida Andijondan tug'ilib o'sha yerda voyaga yetib, o'sha davrdagi ko'rgan Andijonda bo'lgan o'sha paytdagi zilzilani yozib qoldirganlar. Keyin o'zlari yana Samarqandga yurganlarida, Samarqandda bo'lgan zilzilalar, keyin Afg'onistonga o'tganda shu Afg'onistondagi zilzilalar va oxiri Hindiston. Demak, har bitta davlatda bo'lmasinlar, o'sha paytda bo'lgan zilzilalarni o'zlari demak adabiyot shunos olim sifatida, shoir sifatida demak o'zlarini qo'lyozmalariga qoldirib ketganlar. Bu qo'lyozmalar bizga shunaqangi ma'lumot beradiki, o'sha paytdagi seysmik jihozlar bo'lmagan bo'lsa ham o'sha zilzilani kuchini aniqlashga bizga bir katta bir material hisoblanadi. Ya'ni biza o'sha yozib qoldirilgan ma'lumotlarga qarab necha balli zilzila bo'lgan bo'lishi mumkinini biza aniqlab aytishimiz mumkin.
haqiqatdan bunaqa asarlar juda ko'p yozilgan, ko'p misol keltirsa bo'ladi. Lekin o'sha paytlarda ham mana ukamiz juda to'g'ri gap aytdi. Toshkent zilzilasi bo'lgan paytda xalq orasida shunaqa gap chiqqan ekan. Sinch uyim, tinch uyim deganda. Shuni bobolarimiz aytdi, sinch uyim, tinch uyim degan. Haqiqatan shu Toshkentda mana juda yaxshi aytdilar, sinch ham haqiqiy hozirgi zamonaviy karkaslardan qolishmaydi degan. Mana ukamiz aytdi, Farg'onada bo'lgan zilzilada ham juda ko'p binolar qulab tushdi, lekin o'zimiz ham farg'onalikmiz, uyimizda hatto yorilmagan ham, chunki hammasi sinchli qilingan. Sinchli. Bu demak haqiqatan individual qurilishda juda yaxshi karkas, hozir zamonaviy nomi karkas. Yaxshi, Rahmat, rahmat. ustoz. Hurmatli ustozlar, kelinglar endi yaqin o'tmishimizda sodir bo'lgan Toshkent zilzilasi va uning oqibatlari haqida gaplashsak. Marhamat ustoz. Albatta o'sha 1966-yilda Toshkent zilzilasi ro'y bergan, ya'ni shu Toshkent zilzilasi natijasida asosan ko'p nima yakka tartibdagi binolar shikastlangan va buning natijasida ko'p aholi zarar ko'rgan. Endi ko'radigan bo'lsak, albatta biz shu hududda yashar ekanmiz, zilzilaviy hududda yashar ekanmiz, doim tayyor bo'lishimiz kerak. Tayyor bo'lishimizda qanday? Albatta biz qurishimiz kerak, mustahkam binolar qurishimiz kerak va shu zilzilaning oqibatini to'xtata olmaganimizdan keyin albatta zilzilabardosh binolar qurishimiz kerak. Mana hozirgi kunda ham juda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda, juda ko'p prezident farmonlari, vazirlar mahkamasining qarorlari chiqarilib, bu asosida o'sha seysmik xavfsizlikni ta'minlash borasida yurtimizdagi ishlar amalga oshirilmoqda. Toshkent zilzilasining oqibatlarini ko'radigan bo'lsak, asosan mana ustozlarimiz ham aytib o'tishdi, binolar ko'p zararlangan. Bundan tashqari yer osti inshootlari ham zararlanganligi asosan shundan boshlab ko'rilgan. Bizda masalan asosiy laboratoriyamizda asosiy maqsadi o'sha bajarayotgan ishlarimiz yer osti quvurlarining mustahkamligini o'rganish ko'radigan bo'lsak, shu Toshkent zilzilasi oqibatini o'rganish natijasida yer osti quvurlarida hosil bo'ladigan shikastlanishlarda shunda asosiy ishlar boshlangan. O'zbekistonda ko'radigan bo'lsak, shunda boshlangan va shu asosida rivojlantirilgan O'zbekistonda va asosiy shikastlanishlar yer osti quvurlarida, ularni birikkan joylarida va o'sha asosan shu quduqlar atrofida bo'lishlari shunda aniqlangan. Ya'ni bu bilan o'sha bu yer osti inshootlarini o'sha zilzilabardoshlik masalasi shundan boshlab rivojlangan va bundan keyingi tarixda ko'radigan bo'lsak, buni natijasi, rivojlanish natijasida mana Toshkent metropoliteni qurilishi ham shuning natijasida vujudga kelgan. Rahmat Ne'matilla aka. Bilasizmi, aynan mana shu Toshkent zilzilasidan keyin G'anim Avlonov nomidagi Fanlar akademiyasining seysmologiya instituti ham tashkil topgan. Ustoz mana shu zilzila tarixi va seysmologiya institutini vujudga kelishini shu bilan bog'lab gapirishadi. Sizni bu boradagi fikrlaringiz? Demak, o'sha 1966-yil 26-aprildagi Toshkent zilzilasidan keyin ertasiga sobiq ittifoqi partiyani rahbari Brejnev, Leonid Ilyich, keyin Kosygin kelib kelishgan. Sobiq ittifoq miqyosida hay'at tuzilgan. Tezda O'zbekistonda o'sha Toshkentda qurilish ishlarini amalga oshirish uchun turli tadbirlar belgilanib, mas'ul odamlar tayinlangan. Sentyabr oyiga kelib, albatta bu ishlarning boshlanishida o'sha zilzilalarni, chunki aftershoklar bo'lib turganda, buni ham o'rganish uchun o'sha paytda geologiya vazirligi bo'lgan. O'sha yerda geofizik nimalar bor, uskunalar bo'lgan, ana ular kuzatish ishlarini boshlashgan. Sentyabr oyiga kelib, o'zimizning hukumatimiz qarori bilan Fanlar akademiyasi tizimida sobiq ittifoqda birinchi bo'lib Fanlar akademiyasi tuzida seysmologiya instituti tuzildi. Unga albatta asos qilib, o'sha paytda Fanlar akademiyasi tuzumidagi geologiya, geofizika institutiga seysmologiya oddeli bor edi. O'sha yerga xodimlar olindi. Keyin yangi institut strukturasi tuzilib, bunga birinchi bo'lib akademik G'ani Orifxonovich Mavlonov tayinlandilar. Faoliyat boshlandi. Bu demak SSRda birinchi bo'lib Toshkentdagi zilzila bo'lganda sobiq ittifoqi tizimida birinchi seysmologiya instituti tashkil bo'ldi. Undan keyin vaqti kelib bunaqa institutlar qo'shni respublikalarda ham bo'ldi. Tojikistonda, Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Ashxobodda, Turkmanistonda. Bu narsa zaruriyat tufayli amalga oshirildi, chunki hali aftershoklari bo'lib turgandan keyin ularni o'rganib turib, bir asosiy maqsad shu zilzilalarni oldindan yetib berish mumkinmi yo'qmi. Ko'pgina shu hozirgi esib o'tgan respublikada institutlarda ham shu sohada hali ikkita yo'nalish, asosiysi hududni seysmik xavfsizligini baholash, ikkinchisi zilzilalarni oldindan yetish muammosi bo'yicha ishlanib boriladi.
Ilhom aka, aynan Toshkent zilzilasi haqida to'xtalsakda, uni talofatlari xalqimiz uchun juda og'riqli bo'lgan va mana shu shaharni qayta tiklash jarayoni ham oson kechmagan. Keling, talofatlarga to'xtalamiz. Rahmat. Albatta, Toshkent zilzilasi 1966-yil 26-aprel kunidan biz belgilaganmiz. Seysmologiya jihatida jamiyatida bu 25-aprel deb sanasi kiritilgan. Bunga sabab, demak, butun dunyoda seysmologlar bitta vaqtda yuradi, ya'ni Greenwich dunyoni vaqtida, chunki O'zbekiston 5 soat oldinda bo'lganligi uchun dunyo vaqti bo'yicha 25-aprelda bo'lgan. Endi bu qisqacha, bu bizning sohamizga nima tegishli narsa. Lekin mana qarabsizki, keyingi yil 2026-yil O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Seysmologiya institutini tashkil topganiga 60 yilligi bo'lar ekan yubiley. Biza bu yubileyni nishonlashda Seysmologiya instituti xodimlari demak katta tayyorgarlik olib boramiz. Jumladan aytib o'tish kerakki, keyingi yil 26-aprel kuni butun dunyo jamiyatini Toshkentga yig'ib, Osiyo seysmologik hay'ati bosh assambleyani 16-yig'ilishini o'tkazish mo'ljallangan. Bu assambleya har 2 yilda dunyoning har xil mamlakatlarida bo'lib o'tadi. Ya'ni keyingi yil biz shu o'zimiz yurtimizda institutda shu katta tadbir qabul qilamiz. Endi Toshkent zilzilasiga keladigan bo'lsak, bu juda ham unikal zilzila deyiladi adabiyotlarda, chunki Toshkent zilzilasi magnitudasi 5.3, 5.4 deb e'tirof qilingan. Agar dunyo miqyosida qarasak, bu juda ham kuchli zilzila emas. Lekin uni talofatlarini ko'radigan bo'lsak, juda katta talofatlar olib kelgan. Birinchidan bunga sabab nimaki? Sababi zilzilaning o'chog'i Toshkent shahrining o'zida bo'lgan, markazda bo'lgan va uni chuqurligi juda chuqur emas, ya'ni yer yuzasiga yaqin, sayoz bo'lgan. Deyarli 8 kilometr chuqurlikda bo'lgan. Demak, biz bilamizki, qancha zilzilaning o'chog'i yerga yaqin bo'lsa, yer yuzasiga yaqin bo'lsa, talofatlar shuncha ko'p. Mana dunyoda juda ko'p zilzilalar bo'ladi. Biza ko'p sezadigan zilzilalarimiz O'zbekiston aholisi. Ko'proq mana Hindikosh, demak, Afg'oniston, Tojikiston hududida bo'ladigan chuqur fokusli, ya'ni chuqurligi 150-200 kilometr, 250 kilometrga yetadigan chuqur zilzilalar sodir bo'ladi, kuchli zilzilalar. Magnitudasi 6-7 gacha ham boradigan. Lekin ularning ta'siri juda ham kam, chunki ancha uzoqda, yer chuqurligida joylashgan. Bizga kelguncha so'nib boradi. Shuning uchun biz u zilzilalarni sezganda uzoq sezamiz, tebranishlarni, sekin tebranishlarni sezamiz. Endi Toshkent zilzilasidachi, mana domla ham aytdilar, Sobjon akam, Toshkentning tagida bo'lganligi uchun birinchi zarba vertikal kelgan, birlamchi to'lqin shu vayronagarchiliklarni olib kelgan juda katta. Agarda sal chetroqda bo'lganda, demak, gorizontal komponentasi bundan ham kuchliroq ta'sir etgan bo'lardi. Bilamiz, Toshkentning markazida o'sha paytdagi binolar individual uylar bo'lgan, ko'pchiligi mahallalar bo'lgan. Shu mahallalardek ko'p bino inshootlar qulagan. Buni juda ko'p foto suratlar bor, kinolarda, lavhalarda qoldirilgan, ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda juda ham kuchli zilzila bo'lmagan bo'lsa ham, uni talofatlari juda ham vayronagarli bo'lgan. Shu nuqtai nazardan butun sobiq Sovet ittifoqi respublikasidan yordamga kelib, demak, yangi Toshkentning qurilish loyihasi boshlangan va bu Mavlono nomidagi seysmologiya institutini tashkil topishga ham bir turtki bo'ldi. Seysmologiyaning rivojlanishiga ham, demak, Markaziy Osiyoda bu fanning rivojlanishiga ham bir turtki bo'ldi bu zilzila. Rahmat, Sobitjon aka, mana 60 yil deyapmiz-da. O'sha institut tashkil etilgan paytda deyarli O'zbekistonda seysmologlar bo'lmagan. 60 yillik tarix. Seysmologiyani maktablari yaratildi. O'ziga xos olimlarimiz, akademiklarimiz paydo bo'ldi. Mana shu tarixni ham bir qisqacha gapirib bersangiz. O'sha 66-yildagi Toshkent zilzilasi O'zbekistonda seysmologiya fanini paydo bo'lishiga, uni rivojlanishiga turtki bo'ldi. Albatta, u paytgacha O'zbekistonda seysmologlar bo'lgan, lekin ular boshqa amaliy masalalarni yechishgan. Ular foydali qazilma konlarni joylashishi, chuqurligi, ular paydo bo'lishi, yer qarini qalinligini o'rganishgan, bular hammasi geologik masalalarni hal qilishgan.
lekin to'g'ridan to'g'ri bevosita zilzila bilan bog'liq bo'lgan ishlarni qaralmagan. Endi Toshkent zilzilasidan keyin institut bo'ldi, tashkil bo'ldi. Institutda demak asosiy yo'nalishi hali aytib o'tdim, ikkita yo'nalish belgilandi. Bittasi hududlarni seysmik rayonlashtirish. Demak, qayerda qanaqa zilzila bo'lishi mumkin, u rayonlashtirish ham 3 ta bosqichli bo'ladi. Birinchi bosqichda umuman O'zbekiston hududi uchun umumiy seysmik rayonlashtirish xaritasi tuziladi. Undan keyin ikkinchi bosqich viloyatlar bo'yicha viloyatlarning seysmik rayonlashtirish xaritasi tuziladi. Uchinchi bosqich mikro seysmik rayonlashtirish deymiz. Yirik shaharlar, demak viloyatlar markazlari, yirik sanoat korxonalari, hududlari, keyin rayon hududlarini markazlarida seysmik rayonlashtirish ishlari olib boriladi. Endi buni nima qiladi? Masalan, Toshkent umumiy rayonlashtirish O'zbekiston xaritasida 8 balli zona bo'lsa, lekin mana shaharni o'zini rayonlashtirishda shahar hududi ikki rayonga aylanadi. Bittasi 9 balli zona, bittasi 8 balli zona. Mana imoratlar, demak, quriladigan imoratlar o'sha biza belgilangan, ko'rsatilgan nimaga moslashtirib, ya'ni KMK deyiladi. Qurilish me'yorlari va nimalari bo'yicha nimalar ishlab chiqilgan, bular qurilish vazirligidan tasdiqlangan. Demak, imoratlar o'sha mo'ljallangan balga nimalar qurilishi kerak. Mana shu ishlar oldin sayz bo'yicha qilingan bo'lsa, endi hozir bu narsalar hammasi O'zbekiston hududi seysmologiya institutini bevosita ishtirokida shu ishlar qilib olib boriladi. Bu degan so'z, demak, O'zbekistonda seysmologiya sohasini rivojlanishiga, shu sohada olimlarning paydo bo'lishiga, keyin haligi paydo bo'layotgan muammolarni hammasini hal qilishga, bir hammasi nima, o'sha seysmik rayonlashtirish, zilzilalarni oldin prognoz qilish masalasi, chunki bular hammasi amaliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalish ishlar. Hozir O'zbekistondagi demak olimlar qo'shni respublikalar bilan, keyin dunyo bo'yicha yirik ilmiy markazlar bo'yicha aloqa qilib, ular bilan ilmiy olingan natijalarni bo'lishib, ular bilan ma'ruzalar bilan qatnashib turiladi. Mana shulardan bittasi mana o'sha kelasi yilda O'zbekistonda Toshkent shahrida aprel oyida zilzilaning 60 yilligi bo'lganidan juda katta ilmiy anjuman mo'ljallanmoqda. Yana bitta narsani aytib o'taman, shunda bizani prezidentimiz Shavkat Miromonovich tashabbuslari bilan zilzila qurbonlari degan bir kun belgilandi. Butun dunyo buni tan oldi, o'sha belgilandi. Xuddi shu narsa, demak, har yili 29 aprel kuni belgilanadigan bo'ldi. Demak, seysmologiya fani 60 yilda ancha rivojlandi. Dunyo hamjihatdagi nimalar o'rnimiz ma'lum. Lekin shuni eslatib o'tamanki, shu davrda, o'tgan davrda bizning institutda gidroseysmologiya degan yo'nalish tashkil bo'ldi. Buni asoschilari akademik Abdumutin Nug'matov Sulton Xo'jayev O'rta Osiyoda birinchi bo'lib, o'sha paytda zilzilaning tayyorlanish paytida, undan keyingi davrda yer osti suvlarini tarkibini o'zgarishi bo'yicha kashfiyot e'lon qilindi. Bu o'sha sobiq SSR davridagi kashfiyotlar kitobida 129-son bilan qayd qilingan. Bu yo'nalish birinchi bo'lib bizada rivojlandi, birinchi natijalar olindi. Keyin shu narsani yo'nalishni Yaponiyadan mutaxassislar keldi, Amerikadan mutaxassislar keldi. Keyin Sulton Xo'jayev o'sha Yaponiyaga, Amerikaga borib shu narsani nima qildi, joriy qilib keldilar. Butun dunyo tan oldi shu yo'nalishni nimaligini. Ikkinchi yo'nalish bu geofizika yo'nalishi bo'yicha. Demak, akademik Abdullabekov, Qahhorboy Nosirbekovich bularga bosh qosh bo'ldilar shu yo'nalish bo'yicha. Bu yo'nalish bo'yicha ham ishlar juda rivojlanib ketyapti. Qolaversa, birinchi bo'lib 1971-yili Abay bozor zilzilasini magnitometrik usul bilan darakchilarni aniqlandi. O'sha paytda shu narsani Moskvadagi yer fizikasi instituti ham ma'ruza qilindi, ular nima qildi. Keyin 1978-yil 2-noyabrda Oloyda zilzila bo'ldi. 608 magnitudali. O'shani birinchi bo'lib, butun ittifoqda birinchi bo'lib rasmiy ravishda e'lon qilindi. Yaqin orada zilzila kutilyapti deb. 6 soatdan keyin zilzila bo'ldi. Bu Oloy
vohasida Andijondan 120 kilometr janubda ertasiga indin boshlab butun dunyodan tabriknomalar kela boshladi. Tan olishdida. Demak, o'ziga xos maktablar va ularni natijalarini ko'rishimiz mumkin. Rahmat ustoz. Rahmat ustoz. Hurmatli ustozlar, bugun zilzilalar tarixini o'rganish, sohani o'rganish bo'yicha qanday ilmiy tadqiqot ishlar olib borilyapti, oldimizda qanday muammolar turibdi va ularni yechimlariga sizlar qanday masalalarni taklif qilasizlar? Marhamat ustoz, xulosaviy fikrlarga o'tsak. Mana shu zilzila tarixini o'rganish bilan bir qatorda zilziladan kelib chiqqan oqibatlar umuman insoniyat oldiga qator vazifalarni qo'ydi. Mamlakatimiz prezidentini bir qancha farmonlari, qarorlari e'lon qilindi. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining bir qancha qarorlari e'lon qilindi. Mana shu qarorlarda tub mohiyati shundan iborat bo'ldiki, qurilayotgan inshootlar, ko'p qavatli binolarda ilmiy asoslangan holda zilzila bardoshlikka hisoblash usullarini, dasturlarini ishlab chiqish. Mana shu masala ko'ndalang qo'yildi. Bir necha yildan beri mana shu o'zimizning institutda ham 5 ta laboratoriya bor. Zilzila bardoshligi har birini oldida demak 40 yilgacha bo'lgan topshiriqlar demak qo'yilgan. Har bir xodim o'zini mana shu demak yo'l xaritasini ishlab chiqqan. Har bir xodim mana shu yo'l xaritasi bo'yicha har yil bir yilda bir marta yirik hisobot topshiramiz. Undan tashqari har yili prezident farmonlarini o'rganib uni bajarish bo'yicha ham bir qancha demak hisobotlar yozamiz va demak kerakli joyga uni Fanlar akademiyasiga topshiramiz. Fanlar akademiyasidan yuqoriga ketadi. Mana shu hodisa juda ham katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Mana Toshkent zilzilasi ham boshqa ham. Shuni oxir xulosa sifatida shuni aytish kerakki, xalqimiz birinchi navbatda bunga tayyor turish kerakda. Biz zilzilani to'xtatib bo'lmaydi, lekin buni oqibatini, salbiy oqibatlarini anchagina qisqartirish mumkin. Buning uchun har bir xodim, har bir inson o'zi kurashish kerak. Maktab yoshidan boshlab deymizmi, oilada deymizmi, tayyor turish kerak har bir. Birinchi navbatda aholi o'z boshimchalik bilan quradigan bino inshootlarini to'xtatish kerak. Hozir har bir rayonda tashkilotlar bor, borsa loyihasini qilib beradi. Mana shular asosida, shu loyiha asosida qilinsa, aholi o'zi har biri qurayotgan imoratini, shu materiallar to'g'ri sarflansa, o'ylaymanki, binolar hozirgi O'zbekiston hududida mana hamkasbimizda juda ham qattiq zilzila bo'lmaydi bu. Demak, shunga zilzilaga bardosh beradigan binolarni qurish mumkin. Endi ko'p qavatli binolar bo'yicha, masalan, shaxsan men o'zim shu sohada nazariy tadqiqot olib boraman. Buni demak, oldingi ko'p intervyularda ham aytdik. Demak, bu hech qanday vahimaga, qo'rqinchga sabab bo'lishi kerak emas. Butun dunyoda ko'rib turibmizki, demak, ko'p qavatli binolar sog'-omon turibdi. Mana Amir Temur hazratlarining bir gapi bor, demak aytadiki, kimki bizni salohiyatimizga agar ishonmayotgan bo'lsa, biz qurgan imoratlarga qarasin. Mana 600 yildan beri qurib turibdi o'sha bino. O'sha paytda qanaqa texnologiya bo'lgani, hozir qanaqa. Shuning uchun faqat bitta narsa talab qilinadi. Har bir loyiha ilmiy asoslangan bo'lishi kerak. Ilmiy asoslangan loyiha asosida qurayotgan quruvchilar o'zini bir ma'lum darajada bilimiga, salohiyatga ega bo'lishi kerak va o'sha loyihada ko'rsatilgan materiallar o'z o'rnida ishlatilishi kerak. Va har bir bino 3 ta nazorat ostida quriladi. 3 ta nazorat. Shu uchala nazorat ham o'z o'rnida tursa, demak o'ylaymizki, qurayotgan ko'p qavatli binolarimiz, aholi qurayotgan individual binolar hammasi ko'p yillar davomida yaxshilikka xizmat qiladi, xursandchilik bilan erta ishlash mumkin. Rahmat. Marhamat ustoz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, albatta bu tarixni o'rganish, zilzila tarixini o'rganish juda muhim. Bu asosan zilzilaviy hududlarni ajratib olish. Bu bilan kelajakda qurayotgan binolarimizni shu joyda qanday kuchga hisoblashimiz kerak va qanday kuchga mos ravishda qurishimiz kerak narsada qurishimiz kerakligida albatta zilzilalarning tarixini o'rganish juda muhim hisoblanadi. Mana bunda aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda mana juda rivojlanish bilan O'zbekiston hududida ham juda baland qavatli binolar qurilishi ham asosiy o'rinda turibdi. Ya'ni aholi rivojlangandan sari yer masalasi juda og'ir bo'lib boryapti. Bu masala asosan ko'p qavatli binolar qurishga majbur bo'lyapmiz hamda endi bu ko'p qavatli binolar qurishda majbur bo'lganimizda albatta biz shu seysmologik xulosalarga tayanamiz va shular asosida shu hududlar ajratiladi va shunga asosan baland qavatli va yuqori qavatli binolar quriladi. Rahmat Ne'matilla. Marhamat. Tarixdan xulosa chiqargan holda biz ertangi kunimizni rejalashtirishimiz kerak. Yer resurslari cheklangan, o'sha faqat birdan bir yo'li bu ko'p qavatli bino inshootlar qurish. Buning uchun so'nggi mana shu 7 yilda juda ham ko'p ishlar amalga oshirildi.
aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha birinchi mana shu seysmik xavfsizlikka qo'yilgan eng katta qadam, men o'ylaymanki, bu O'zbekiston Respublikasi tarixida birinchi marta seysmik xavfsizlik to'g'risida qonun demak ishlab chiqildi va qabul qilindi 2021-yil 15-sentyabrda. Va undan keyin muhtaram prezidentimiz har yili o'sha an'anaga ham aylanib bordi, farmonlar chiqaradilar seysmik xavfsizlik to'g'risida, xususan 37-94 qarorlari, masalan 144, 158, 161 va bu yil mana 23-oktyabrda 184 sonli farmonlar asosida o'sha mana shu seysmik xavflardan aholi va uy-joylarni asrash to'g'risida hammasi qaratilgan va bu borasida kadrlar demak tayyorlash borasida ham ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Xususan o'zim mana shu noyabr oyida Turkiya davlatida tajriba seysmik xavfsizlik bo'yicha tajriba almashish maqsadida stajirovkada o'tab qaytdik. 40 kishi har xil 5 xil tashkilotdan, demak u yerda qurilish vazirligidan bor, oliy ta'lim vazirligi va mana shu fanlar akademiyasidan. Men o'ylaymanki, hamma ishlar yaxshi reja asosida olib borilyapti. Kelajakda mana shu demak o'zimizni dunyo hamjamiyatidan olgan tajribalar asosida normativ hujjatlarimizni va o'sha rejalarimizni aniqlashtirib olsak, men o'ylaymanki, yaxshi natijaga erishamiz. Rahmat katta. Marhamat ustoz. Bir narsani esda tutish kerakki, zilzila bu tabiiy ofat, buni qaytarish ilojisi yo'q, faqat unga ko'nikish kerak, tayyor bo'lish kerak. Shu uchun esdan chiqarmaslik kerak zilzila haqidagi bo'ladigan chora-tadbirlar, birlamchi qilinadigan ishlarni zilzila vaqtida, zilziladan keyin va asosiysi zilziladan oldin qanaqa tayyorgarlik qilish kerak. Hozir mana butun respublikamiz miqyosida shu yo'nalishdagi targ'ibot ishlari olib borilyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 161-qarorining bir necha bandlarida butun aholini seysmik xavfsizlikka seysmik xavfsizlik madaniyatini oshirish va maktabdan, universitet, oliygohdan va tashkilotlardagi barcha xodimlarni, talabalarni, xodimlarni shu davra suhbati o'tkazib, shu yo'nalishdagi ilmlarini, bilimlarini oshirishga qaratilgan ishlar olib borilyapti. Men o'ylaymanki, shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Demak, zilzila bizning hudud uchun tabiiy hol. Buni hammamiz bilamiz, tushunamiz, faqat shunga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Rahmat. Rahmat ustoz. Marhamat ustoz. Seysmologiya mana O'zbekistonda 60 yoshga to'layapti, erishilgan natijalar bor. Demak, ikkita yo'nalish bo'yicha, bittasi seysmik hududlarni ishlari bo'yicha, ikkinchi muammo seysmik xavfni prognoz qilish masalasi. Endi ikki yo'nalish bo'yicha bo'lsa ham ishlar baribir davom etadi, chunki mana tarixdan hudud nima qiladi desam, misol o'sha gazli zilzilasi, demak o'sha narsa, o'sha hudud 7 balli zona qabul qilingan edi, lekin gazli zilzilasi bo'lgandan keyin o'sha hududni xaritasi butunlay o'zgardi. Qolaversa, mana yetib o'tyapmiz, hududimizda qurilish butun respublika bo'yicha qurilishlar, shaharlar kengayyapti, yangi sanoat markazlari qurilyapti. Bu degan so'z, demak, o'sha joylarda ham o'sha joyni seysmik mikroaylantish ishlarini olib borish kerak. Bu ishlar ham qaytarilib turadi har 15-20 yilda, chunki o'sha hududda mana infrastruktura quriladi, demak katta imoratlar quriladi, qanaqadir qatlamlar paydo bo'ladi. Bu narsalar o'sha hududda seysmik xavfsizlikka ta'sir qiladi. Shuning uchun o'sha hududlarni seysmik xaritalarini qaytadan qurib turish kerak bo'ladi, o'zgarishlarni hisobga olib. Endi prognoz masalasi kelganda bu sohada ham ishlar olib borilyapti, lekin muammo qanchalik ko'p ichiga kirib borgani sari murakkabligi ko'rinyapti. Murakkabligi shundaki, zilzila, masalan, kasallar alomatlari anu, lekin bir xil zilzilalar shunday bo'lyaptiki, alomatsiz paydo bo'lyapti. Kuchli zilzila, kuzatuv punktlarimiz bor, lekin alomati yo'q. Ikkinchi yana bitta nimasi, bizaro zilzila bo'ladi boshqa hududga. Undan darak chiqyapti. Endi bu yerdagi asosiy muammo bu jarayonlar, mana oldin aytib o'tildi, O'zbekistonda masalan zilzilaning o'chog'ining chuqurligi 5 kilometrdan 30 kilometr. Bu chuqurlikdagi bo'lgan jarayonda uni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi, sezib bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu muammo bor. Lekin yana ikkinchi muammo, biz kuzatayotgan maydonlarda anomal o'zgarishlar bor-da. Ular hech qanaqa zilzilaga bog'liq bo'lmayapti. Demak, qanchalik ichiga kirib borsa, shunchalik savollar ko'payyapti, yo'nalishlar ko'payyapti, lekin
hamjihatlar bilan qo'shni mamlakatdagi olimlar bilan hamkorlikda ishimiz davom etyapti. Bu sohada ishlar olib borilyapti, lekin har holda umidimiz bor. Shu sohani qanaqadir yutuqqa erishishimizga. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat. Demak, Isfandiyor, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Darhaqiqat. Aziz muxlislar, bugun tarix maydonida biz aynan zilzila tarixi va uni ilmiy jihatdan o'rganish borasida fikrlashdik. Haqiqatdan ham bu juda dolzarb mavzu va biz shuni istar edikki, Yaratganning o'zi yurtimizni turli ofatlardan, balo qazolardan asrasin. Azizlar, yana tarix maydonida tarix haqiqatlarini birgalikda ochishda davom etamiz. Bizdan uzoqlashmang, O'zbekiston tarixi telekanalini kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.